Siz ham yozda issiq kunlarda konditsioner tagida uxlaysizmi? Unda bu videoda oxirigacha ko'ring. Siz bilan nima bo'lishligini hozir tushuntiraman. O'zbekistonlik bir yosh yigit konditsioner tagida atiga 1 soatgina o'tiradi. Hozir o'zingizlar bilasizlar, juda ham issiq yozgi kuni, tushunamiz, lekin baribir buni xavfini bilib qo'yinglar. 1 soatgina konditsioner tagida o'tiradi va polning, ya'ni tanasini yarim qismi, o'zimizda tilda shol deb qo'yadi, tanasini yarim qismi ishlamay qoladi, ya'ni. Va bu bola doktorga boradi. Doktorga borgandan keyin bu doktor bu vaziyatni tushuntirib beradi, ya'ni imida nimaga bu holat yuz berganligini. Doktorning aytishi bo'yicha reski inson tanasida temperaturani almashishligi, ya'ni bu narsaga sabab bo'lgan ekan. Issiq temperaturada yurib kelib turib, reski muzdek xonada 1 soat o'tirganligi bu insonni yarim tanasini shol bo'lishligiga olib kelgan. O'rtoqlar, sizlar ham issiq ko'chadan kirib, muzdek konditsioner tagida o'tirmanglar. Birinchi ozgina sovib olib, boshqa xonada, keyin konditsioner tagida o'tiringlar. Konditsioner tagida 15 minutdan ko'p o'tirishlikni, ya'ni doktorlar tavsiya bermaydi.